Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz. Men Abdurahmonov Eldor, Core Global Consulting hamda Core Global Education kompaniyalar asoschisiman. O'z faoliyatimiz davomida ko'plab murojaatlar kiribdi va shu asosda bu videoni olishga qaror qildik. Hozirgi kunda ko'plab talabalarimiz va ko'plab konsalting firmalarimiz o'rtasida har xil muammolar yoki kelishmovchiliklar kelib chiqyapti va mana shu muammolarni shu videoda ko'rib chiqishga qaror qildik. Hozirgi kunda ko'plab talabalarimiz Koreyada tahsil olishga juda ham xohlashadi, istashadi, lekin bu yo'lda ular to'g'ri yo'lni topisha olmay, har xil internetdagi, ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarga ishongan holda murojaat qilishyapti. Bu murojaatlardan bittasi bu til bilmasdan hech qanday til sertifikatsiz Koreyaga borish. Til sertifikatsiz Koreyaga borishda o'ziga yarasha qiyinchiliklari va muammolar bor. Bu muammolarni hozir biz sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Koreyaga borganda talabalarimizni nima kutyapti? Birinchi bu talabalarimizni kutadigan muammo bu til. Ular tilni bilmagan holda shu aeroportga tushgandan keyin muammolarga duch keladi. Bu muloqot qilish, bilet sotib olish degan. Ikkinchi muammo bu esa universitetda darslarni o'zlashtirish. Til bilmagan holda talaba darsni ko'rinib turibdiki, o'zlashtira olmaydi. Buni o'zlashtira olmagandan keyin unda muammolar kelib chiqadi. Va keyin ko'plab talabalarimiz asosan ish harakat qilishadi. Tilni bilmagandan keyin undan ko'ra moddiy tomondan mablag' topaman deb harakat qilib, bu yo'lda o'zi u talabalik orzusidan ishchi roliga o'tib qoladi. Ba'zi bir konsalting firmalari berayotgan takliflar juda ham mantiqqa to'g'ri kelmaydigan takliflar. Misol uchun aytib o'tganimdek, til bilmasdan, hech qanday til sertifikatsiz Koreyaga juda ham arzonga borish. Ularning maqsadi asosan moliyaviy bo'lishi mumkin, kimlardadir rostdan ham shu yo'nalishda jo'nata olishi mumkin, lekin talaba Koreyaga borgandan keyin nima bo'ladi? U qanday tarzda o'qib ketadi? Nimalarga erisha oladi, nimalarga erisha olmaydi. Shu narsalarni tushuntirib o'tgani to'g'ri deb bilaman. Bu ko'plab konsalting firmalar tomonidan berilmaydi, o'qitilmaydi, talabalarga hech qanday ma'lumotlar berilmagan holda ular boradi va ular juda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Koreyaga ketish orzusida bo'lgan talabalarga murojaatim, siz Koreyaga ketishdan oldin o'sha konsalting firmalarga murojaat qilganingizda bir narsada esda yodda tuting, siz qayerga ketyapsiz, qaysi universitetga ketyapsiz, kelajakda kim bo'lmoqchisiz, shularni aniqlashtirib olishingizni so'ragan bo'lardim. Konsalting firmalardan ham shuni so'rab qolgan bo'lardimki, siz talabalarni jo'natishingizdan oldin o'sha talabalarga Koreya haqida ma'lumot bering. U yerda keladigan qiyinchiliklar, muammolarni aytib o'ting. Ularning orzularini pul evaziga sotmang. Men barcha shu Koreyada o'qish istagida yoki hozirgi kunda o'qib borayotgan talabalarimizga murojaat qilgan bo'lardim. Siz hozir Koreyada qanday muammolarga duch keldingiz? Nimalar sizni qiynayapti? Shularni bizga murojaat qilgan holda yoki izohlarimizda fikrlaringizni qoldirishingizni so'rab qolardim.